100 emas 200% vering bo'lib aytaman. Hali hech kim Instagramda bu turdagi kullerlarni bunaqa arzon narxda sotmagan. Xuddi shunaqa tipdagi kullerlarni 1 700 mingdan 2 300 minggacha sotishyapti. Taxmin qilib turinglar, men bu narxini nech pulgacha tushira olaman? Dizayniga bitta baho beringlar. Tilla va qora ranglar bilan kombinировать qilingan 100% sensor orqali boshqariladi. Undan tashqari shunaqa pult orqali distansionniy boshqarsanglar bo'ladi. Tablosi ham shunaqa elektronniy, управление полностью sensorli. Elektr choynagida suv qaynatsanglar, tabloda necha gradusga yetib borganini ko'rsatib turadi. Har xil giyohli, mevali choylar damlashlik uchun shisha choynagi ham komplektdan chiqadi. Elektron shaklda 10 gradusgacha muzlatadi, 100 gradusgacha qaynatadi. Germaniya texnologiyasi. Modelini ko'rsaman, narx-navosini istalgan joy bilan solishtiring. Arzon topa olmasa shu videoni hamma yaqinlaringizga jo'natib qo'ying. OLXda arzonroqga boragan deydiganlarga sirazi aytib o'taman. Men aytadigan narxdan хотя бы $10 arzon olib kelib bera olsangiz, men sizdan o'zim sotib olaman. Chunki OLXga o'xshagan saytlarda sotuvchilar narxi arzon yozib, klientni jinni qilib, arzon narsani qimmatga sotishga harakat qiladi. O'rtadagi polkasiga bo'sh stakanlarni taxlasa bo'ladi, past tarafiga suv qo'yiladi. Xuddi shunaqa tipdagi kullerlarni 1 700 mingdan 2 300 minggacha sotilayotgan bir paytda men sizlarga bu narxini bor yo'g'i $89 qilib beraman. Bu aytilayotgan narx faqatgina bizning obunachilar uchun. Agar siz haligacha obuna bo'lmagan bo'lsangiz, hoziroq podpisatsiyani bosib qo'ying.